40 yillik og'riq bo'lgan ekan. 1 oyda 30 kun og'rirda kelganingizda. Og'rirda. Yana bir quvonchli kunimizdan biri Zerapamlar kelganlar Qashqadaryodan, shahri Sabz shahridan. Operatsiya qilganimizga mana 5 oy bo'libdi. Hozir o'zlaridan eshitamiz, qanaqa ahvollari. Zerapa qanaqasiz? Ahvolim juda ham yaxshi, Allohga shukr. Allohga shukr. Og'riqlar yo'q. Oldin juda og'riq bilan qiynalib yurardim. Hozir Xudoga shukr yaxshi. Og'riqlar mana 5 oy bo'ldi. Migren og'riq bo'lgani yo'qmi umuman? Yo'q. Maza qilib uxlayapsiz, maza qilib yuribsiz. Navaralarni, ha? Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi. Necha yillik bo'ldi og'rig'ingiz o'zi? Migreningiz necha yil? 21 yoshimdan boshlanganda bosh og'rig'i. Ko'ngillarida qayt qiladi, hokazo shular. Mana 5 oydan beri bo'lgani yo'q. Xudoga shukr. Yaxshi, Allohga shukr yaxshi. Zo'rsiz. Endi bu yoqqa navalarni duo qilib, to'ylarni ko'rib yurishingiz qolib qolasiz. Demak, 5 oy bo'ldi, Zerapa, mana shu 6 oyga hisoblaymiz. Mana 6 oyda bitta ko'rishim kerak edi. Endi shu 1 yilda bitta ko'raman. Yaxshi bo'lsangiz, shu bilan xayrlashamiz. Nima savollar bo'lsa, kelaverasizlar. Siz bizlarni bemormisiz, kasal bo'lmang, sog' bo'lib yuring. Shahrisabzdagi salom ayting Toshkentga. Rahmat sizlarga ham, hammalaringizga qo'llaringiz dard ko'rmasin. Sog' bo'linglar.